Assalomu alaykum. Apple 3.7 ning YouTube'dagi obunachilari, sizlar uchun juda ham katta yangiliklar tayyorlab qo'ydik. Hozir birma-bir narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. O'rnashib o'tirib olinglar, hozir Instagramga ham qo'ydik. Albatta, bu yerda Redmi, Honor, iPhone, Samsung barcha mana shu turgan telefonlar, hozirgi paytdagi eng trenddagi telefonlarning narxlarini tanishtirib o'tamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bu yerda kelgan tovarlarimiz yangi tovar, mana shu 9-iyul holatiga yangi tovarlarimiz yetib keldi. Dubaydan, Koreyadan kirib kelgan tovarlarimiz bor. Hozir bularni birma-bir tanishtirib chiqamiz. Xo'p, birinchi boshidan 11 dan boshlaymiz bu safar. Xo'p, 11 da tiniq holatda 128 talik, 256 talik bo'lsa, shunaqa salafali idealniy sostaniyada bo'lsa, 220 dan 250 dollargacha sotilyapti bozordagi narxi. Agar qo'lda olinsa, 150 dan 220 dollargacha sotilyapti. Xo'p, endi 11 Pro ga o'tamiz. 11 Pro ni shunaqa tiniq holatda 64 taliklar bo'lsa, 250, 260, 256 talik bo'lsa, 270, 280. Lekin qo'ldan olinsa 220, 230 gacha xotirasining qizig'i yo'q. Qo'ldan olingani albatta arzon chiqadi. Sababi boshqani to'lov qilinmaydi, qora bozor arzon yuradi. Xo'p. 11 Pro dan keyin qaysiga o'tamiz? 12 Pro ga. 12 ga o'taylik, mana 12 ga. 12 lar ham juda ham trendda, shunaqa tiniq holatda mana shunaqa salafalilar, O'zbekistonda ishlamaganlari 250, 270 sotilyapti, xotirasiga qarab chiqadi. 128 talik, 64 talik. 240 dan ham chiqadi. Qo'ldan olinsa albatta 220. 12 Pro ga o'tamiz. 12 Pro ni hozir O'zbekistonda ishlamagan shunaqa boshqana to'lov idealniy sostaniyadagilari 300 dan 330 dollargacha, agar qo'ldan olinsa 250, 300 dollargacha sotilyapti. Agar xotirasi 512 bo'lsa, 340 gacha ham boradi. Xo'p, 12 Pro dan keyin 12 Max'imiz qolib ketyapti. 12 Max'larimiz ham hozir ham shunaqa tiniq holatda 110 ksilari kelyapti. Bular 350 dan 400 dollargacha sotilyapti. Keyin 13 Pro ga o'tamiz. 13 Pro ni shunaqa tiniq hozirgi paytda bozori juda ham chaqqon bo'lgan telefonimiz 400-450. Endi o'rta narx mana shunaqa tiniq bo'ladigan bo'lsa, lekin albatta 450 dan kam chiqmaydi narx. 450-440 sotilyapti. Qo'ldan olinsa 350-400 gacha. Xo'p, endi 13 Max ga o'tamiz. Shunaqa tiniq holatdagi 13 Max'larimiz yetib kelgan. Shu mana O'zbekistonda ishlamagan mana yangi partiyalarimiz yetib kelgan. Bularning narxi 480 dan 520 dollargacha, 128 talik chiqadi. 256 talik bo'lsa, 530, 550 gacha ham boradi. Xotirasi 512, 1 terabaytgacha bor. Xo'p, 13'imiz qolib ketibdi. 13'larimiz ham trenddagi telefon, bulardan assortimenti biz kelgan. Endi olib chiqamiz. Bular 350 o'rta narxi, lekin undan ham arzon qilib beryapmiz. Qo'ldan olinsa 320, 300 sotilyapti. Xo'p, endi 14 Pro ga o'tamiz. 14 Pro ni mana assortiment kelgan, gold ranglari, blue rang, oq rangi hammasidan kelgan. Bularni hozir shunaqa tiniq holatdagilari 500, 550 gacha boradi. Qo'ldan olingan bo'lsa 450 dan 500 gacha boradi. Hozir bu yerda realniy narxlarda aytyapmiz. Unaqa oldi qochisi yo'q. O'sha oxirgi taqilgan narxgacha aytyapmiz. Sababi biz ertaga klient oldida uyalib qolmasligimiz kerak. Xo'p, 14 Max ga o'tamiz. 14 Max'imiz 600-650 gacha, 256 talik, 512 bo'lsa, xotirasi baland bo'lsa, baland chiqadi. Narxi shunaqa ketyapti. Xo'p, 15 Pro ga o'tamiz. 15 Pro dan ham assortiment bo'lib kelgan. Ko'ryapsizlar, idealniy sostaniyada. Bular narxi hozirgi paytda juda hadovoy ketyapti. 640 dan 670 dollargacha sotilyapti. Shunaqa tiniq holatdagilar. Qo'ldan olinsa 600, 620 sotilyapti. Mana shu 15 ta o'zini ham ko'rsatdik. O'rta narx 500. Shunaqa idealniy sostaniya bo'lsa 500, bo'lmasa 450 ga ham sotyapman. 16 ham bor ekan. 16 mizda narxi hozir 600-650. Shunaqa tiniq holatda bo'lsa. Xo'p, 16 Pro ga o'tamiz. Bulardan ham assortiment kelgan. 93, 96 yo'nkistaliklarga yetib kelgan. Bular 750 dan 830 dollargacha chiqadi. Xotirasi holatiga qarab chiqadi. Xo'p, endi 16 Max ga o'tamiz. 16 Max'larimiz hozir bozorda juda bu ham trenddagi telefonimiz, juda cho'tki ishlab beradi. Zaryadkalari ham, kameralari ham shunaqa zo'r oladi. O'zimiz ham shu 16 Pro dan foydalanamiz 16 Max'dan. Buni narxi 900-950 o'rta narx. Agar 100 yo'nkislari baland bo'lsa, 1000 dan oshiqroq chiqadi. 15 Max, 15 Max juda ham ko'p hozir bozorda kam yo'q. Mana 15 Max'dan assortimentlari yetib kelgan. Bular narxi 700-780 dollargacha boradi. 800 gacha ham boradi. Yo'nkislari baland, holatlari zo'r bo'lsa, shunaqa hozir trenddagi telefonimiz 15 Pro Max ham zaryadkalari cho't ketadi. O'rta narx 770-780 atrofida. Endi 17 ta Air'imiz bor ekan, ha. 10 ta sikl 900 dollar. 10 marta zaryadka qo'yilgan. Hop, 17 Pro'larimiz endi bu yerda hozir har xil chiqadi narxi. Sababi
yo'nqislarga qarab, holatlarga qarab chiqadi. Bular o'rta narx 17 Pro'lar 1200 dan 1350 dollargacha rabochiylari, yangilari 1400-450 dollar. 17 Pro'lar narxida endi bu. 17 Pro Max'larimiz 1250 dan 1400 gacha boradi. Agar oq rang kam qo'yilgan bo'lsa 1450 gacha ham boradi. Anaqa rabochiylari, yangilari 1550 dollar 17 Pro Max blue rangi, oq rangi pashti uchalasini rangi pashti bir xil 10 dollar 20 dollar raziyasida o'ynaydi. O'sha 1550 dan sotyapmiz hozirgi narxi. Undan ham o'tib beryapmiz. Olishga qarab 1530, 1550 donaga sotyapmiz. Agar ko'proq xarid qilsangiz, ko'proqqa lekin albatta arzon qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha hozir iPhone'lar narxlarini tanishtirib chiqdik. Agar narxlar qiziq bo'lsa, bizni Instagram sahifamizda, istoriyalarimizda qo'ldan olinganlar tez Instagram sahifamizga istoriyasiga qo'yib boramiz. Shu yerga o'tib ko'rib turishlaringiz mumkin. Endi navbat Samsung'larda hozir narxlarini tanishtirib chiqamiz. Hamma modeldan kelgan Samsung'lar, bitta S modellar, A modellar ham bor. Ularni ham tanishtirib chiqamiz. Endi boshladik bo'lmasa. Hozir S26 Ultra qo'limda yo'q. Ertaga bo'ladi. Yangisi 1150-1180 dollargacha yillik garantiya, oylik garantiyasiga qarab chiqadi. S25 Ultra'ning yangisi yo'q, rabochiylari bor. 750 dan 830-840 dollargacha boradi rabochiylari. S26 Plus 10 kun ishlangan, o'z yangisi 980 dollar bo'lgan telefonimiz juda ham arzon chiqadi, 880 dollarga qilib beramiz. 10 kun ishlangan. S25larimiz 510-550 gacha. Bu yerda S24 Ultralarimiz 600-650 dollar. Bu yerda O'zbekistonda ishlamaganlar, shunaqa tiniq holatda, mana shunaqa salafalilari bo'ladi, mana. Shunaqa tiniq holatdagilari 640-650 gacha boradi. Bu yerda Vyetnami ham bor, Koreyasi ham bor. S23 Ultralarimiz shu chet eldan kelgan, Koreyadan kelgan modellarimiz 500-530 dollar chiqyapti. Shu qo'ldan olingan bo'lsa 450 dan 500 dollargacha sotyapmiz. S22 Ultramiz ham 430 dollargacha, shu chetdan O'zbekistonda ishlamay boshqona to'lov qilinganlari 430 dollargacha, qo'ldan olingan bo'lsa 350 dan 400 dollargacha. Shunaqa narxda sotilyapti. S23 mizni o'zi 330 dollardan 350 dollar O'zbekistonda ishlamagan. Agar chetda qo'ldan olingan bo'lsa 300 gacha, 280 ga ham sotdik. S24larimiz 400 dan 460-470 dollargacha chiqadi. Qo'ldan olinganiga qarab aralash chiqadi. S25larimiz juda ham tushib ketdi narxi. 600 dan kam sotilmay turgan telefonlarimiz hozirgi paytda 510 dollardan 570 dollargacha sotilyapti. Vyetnam, Koreyasiga qarab sotilyapti. Xo'p. Bu yerda yana S24 Pluslarimiz 450-480, S23 Pluslarimiz 330 dan 360 dollargacha. Yangi narxlar. Mana shunaqa S26larning o'zlaridan ham bor. 750 dan 800 gacha rabochiy sotilyapti. Yangisi 900 dollargacha, 850 dan 900 dollargacha yangisi bor. Yillik garantiya bor, oylik garantiyasi bor. Shunga qarab narxi o'zgaradi. Xo'p. S24 F'imiz ham bor. 350 dan 400 dollargacha. S24 F, S25 F fashti orasida katta tafovut yo'q. Shunaqa telefonlarimizdan ham bor. Note 20 Ultra hali ham trendda, hali ham tiniqlari kelyapti. Buni narxi 250 dan 315 dollargacha chiqadi. Qo'ldan olingan, chetdan kelganiga qarab. S21 Ultra'mizdan xuddi shunaqa hali ham hadovoy telefonimiz 250 dan 330 dollargacha boradi narxi. Xo'p, S20 Ultra'miz 200-250 dollar. S22larimiz hali ham shunaqa tiniq holatda salafalilari kelyapti. Bularning narxi 220 dollardan 265 dollargacha boradi. S21larimiz eng hozir hali ham sotuv zo'r ketyapti. Bu telefonimiz 180 dan 210 dollargacha. S21 Pluslarimizga keladigan bo'lsak, bularning narxi 220 dollardan 260 dollargacha. S20larimiz 150 dan 200 dollargacha. Shunaqa hali O'zbekistonda ishlamaganlari 200 gacha boradi. S10larimiz 130-150. 150 ga bormaydi ekan, 140 ga borar ekan. S10y'imiz ham 120-135 dollargacha. Hali ham bor shunaqa ixcham telefonlar, qiziq bo'lsa kelaverasizlar. S15y'imiz 150 dollar, 175 dollargacha boradi. Hozir asosiy Samsung va iPhone'larning narxlari bilan tanishtirib chiqdim. A model, Honor model, Mi modellarning narxi qiziq bo'lsa komment yozinglar, iloji boricha harakat qilib javob beramiz. Lekin Instagram sahifamizga nomer qo'yib qo'yganmiz. 97 205 40 nomerga telefon qilinglar. Qanaqa telefon qiziq bo'lsa, narxi qiziq bo'lsa, albatta kunduzi 8 dan kechki payt 8 gacha telefonimiz ishlaydi. Shu paytda bemalol savollaringga javob olishlaring mumkin. Bugungi kundagi narxlar shu 9-iyulgadagi holatdagi narxlarimiz shular edi. Hammalaringda Apple 3 do'konimizni kutamiz. Albatta like bosishni ham eslangdan chiqmasin.